Bugun 20 oylik o'g'limni kariz bog'chasiga umuman jo'natgim kelmadi. Lekin 24 soat ishlaganim uchun boshim juda ham qattiq og'riydigan bo'lib qopti. Bugun ozroq dam olaman deb sovunni bog'chasiga majburan jo'natib yubordim. Kariz qaynonam ishlatadigan SPF rostdan ham zo'r ekan, menga juda ham yoqdi. Xuddi shu spreyni yosh bolasi bor onalarga tavsiya qilaman, chunki hidi juda ham nejniy, bolangizni quchoqlasangiz ham bolangizni boshi og'rib qolmaydi. Kariz qaynonam o'quv markazida ishlagani uchun biz uyimizda kitoblar juda ham. Koreyada 36 gradus issiq, bu opa qop-qora bo'lib kiyinyaptilar. Bu xola esa sviter. 500 ming so'mga qildirgan manikyurim bir oyga yetmasdan tushib ketdi. Qanday? 20 oylik o'g'lim magazinga kirishiga yoq pivani ko'tarib olib ichishga harakat qilyapti. Kariz qaynonamiz zudlik bilan pivo ichishni to'xtatish kerak. Magazinda sovuq uchun bulochka bilan suto berdim. Sovuq bu narsalarni qayerga borib pulini to'lashni ham dashi biladi. Bu bulochkani juda ham yaxshi ko'rgani uchun uyga borishimizgacha kutolmasdan ko'chani o'rtasida xurullab yig'lagani uchun ikkalasini ham ochib berdim. Qo'lida bulochkasi turib, yana bulochka ber deb gapirishini qaranglar. Saqlang. Xullas 20 oylik kariz o'g'lim bilan 5 minutlik yo'lni 1 soatda yetib keldik. Zinapoyadan chiqishida ham qo'lidagi narsasini yeyish hech qachon esidan chiqib qolmaydi. O'zbekistonda kelinlar mol boqsa, men Koreyada itvachcha boqaman. Bu itvachcha o'zini ovqatini yeyishi bilmaydi. Ichiga har doim nimadir qo'shib berish kerak. Shuning uchun bozordan 27 ming so'mlik bolgarskiy olib kelib ovqatiga qo'shib berdim. 20 oylik o'g'limga kameraga qarab suv ich desam ichadi, kul desam kuladi. Hozirdan уже aktyorlikka tayyorgarlik ko'ryapti.